Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu asar 50 yosh atrofidagi sizga taqdim. Haqiqiy hayot 50 yoshdan boshlanadi. 50 yoshlik odamlar hammani tushunadi. Ular hamma qozonda tang qaynab chiqqan. Rost, yolg'on, chiroylik, sat, oq ko'ngillik, razillik, tatliq, ochiqning hammani beshidan kechirgan. Meyli mag'lubiyat yoki g'alaba bo'lsin, meyli xushallik yoki azob bo'lsin, hammani cho'nqur tushunishga aylantirgan. Qaysini suyish kerak, qaysini suymaslik kerak, qaysini qilish kerak, qaysini qilmaslik kerak, ular hammani tushunadi. 50 yoshlik odamlarning ichki dunyosi intayin cho'nqur. Agar 20 yoshlik qalb kichik eriqqa o'xshasa, 30 yoshlik qalb bir kichik daryoga, 40 yoshlik qalb cho'ng daryoga o'xshaydi. Lekin 50 yoshlik qalb xuddi cheksiz dengizdek cho'nqur. U boshqalarni mazoq qiladi. Shundaqla o'zini mazoq qila oladi. 50 yoshda hayotning haqiqiy ma'nosini tushunadi. 50 yoshlik odamlarning qalbi texmi kengri. Tirishib baqqan, kurash qilib baqqan, erishib baqqan, yuturib baqqan. Bo'lishliq tegishlikning hammasini erishdi. O'ziga tava emas narsalarga ortiq havas yo'q. Hammaga kungan. Ba'zi o'ngsizliklarga uchirsa, ko'ngliga olmaydi. Faqat kulibli qo'yadi. 50 yoshlik odamlarning zehni texmi yaxshi yig'alaydi. Oilaning uşaq ishlari avar qilinmoqqa zehnini yig'ib, o'z yoqtiradigan ishlarni qila oladi. 50 yoshlik odamlar bir ishni qilsa, hamma odamni xotirjam qiladi. 50 yoshlik odamlar kasalni tushunadi. 50 yoshdan burun odam kasalni izlaydi. 50 yoshdan keyin kasal odamni izlaydi. Agar 50 yoshda badanda kasal bo'lmasa, shuning o'zi bir baxt. 50 yoshlik odamlar mehr muhabbatga muhtoj. 50 yoshlik odamlar sog'lomlikka intiladi. Ham shundaqla mehr muhabbatga intiladi. 50 yosh bir odamning hayotining burilish nuqtasi. 50 yoshdan burun asos soladi. Bu jarayonda jamiyatda nopos tiklaymiz. Uy biqish uchun tirishimiz. Asosan boshqalar uchun yashaymiz. 50 yoshdan keyin iqtisodiy asos puxtlangan, kasbiy hayotni tamomlab bo'lgan. Bu vaqtda o'z orzusini ishga oshirishga kirisi bo'ladi. Bu ham kishilik qiymati eng yuqori jarayondir. 50 yoshdan burungi hayotda boshqalar uchun yashasak, agar siz 90 dan 100 yoshgacha umr ko'rsangiz, hayotingizni qandoq o'rinlashtiradingiz? Agar siz 50 ga yaqinlashgan bo'lsangiz, haqiqiy hayotning amda boshlanganligiga ishonamsiz? Tugidi, men bunga ishonaman.